shubhalarga berilib halol narsalarni haromga olib borish bu ham mumkin emas. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul man harrama zinatallohi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Ayt, kim Alloh halol qilib qo'ygan pokiza narsalarni kim harom qilar ekan qani? Sahobalardan ba'zi birlari Rasul akram alayhissalatu vassalomning ibodatlarini oz sanashdi. Oz sanashdida ba'zi birlar uylanmayman dedi. Menga uylanish harom. Ba'zi birlar o'ziga uyquni harom. Ba'zi birlar og'iz ochiq yurishni o'ziga harom qildi. Shunda oyat karima nozil bo'ldi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallohu lakum va la ta'tadu. Ey iymon keltirganlar, Alloh sizlarga halol qilgan pokiza narsalarni harom qilmanglar. Va la ta'tadu, haddan oshmanglar. Innalloha la yuhibbul mu'tadin. Alloh haddan oshgan kishilarni yomon ko'radi, yoqtirmaydi deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qilgan. Shuning uchun shubhaga borishda ham demak o'zining mezoni, o'zining asosi bo'lishi lozim. Imom Qurtubiy aytadilar, bunaqa har narsadan vasvasa bo'lib shubhaga tushish parhezkorlik emas, balki shaytoniy vasvasadir. Chunki bularda shubha ma'nosida hech narsa yo'q, ya'ni shubhaga asos yo'q. Bunday narsalarning sodir bo'lishi shariatni bilmaslikdan kelib chiqadi. Shubhalarda chuqur ketish odatda shariatni bilmaslikdan kelib chiqadi. Shubhalarning vasvasalaridan biri tahoratda bo'ladi. Ko'p odam so'raydi, tahoratim ketdimi, ketmadimi, ishtibohli bo'lib qoladi. To'g'rimi? Vasvasa. Mana shuning bitta mezoni bor. Hammamizga kerak, ko'p odamga kerak. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytganlar: kim tahorati singan haqida shubhaga tushsa, qarasin. Ovozini eshitgan bo'lmasa yoinki hidini tuymasa jilmasin deganlar. Qoida shuki, siz agar namozga harakat qilgan paytingizdan boshqa vaqt ham qoningiz g'uldirab, yel kelib tursa, sizda haqiqatda kasallik bor. Lekin mehmonda yuribsiz, ko'chada yuribsiz, tinch yuribsiz. Birdan tahorat boshlab namozga kirishsiz, qoningiz g'uldirashni boshlab tahorat ketganga o'xshayapti. Bu vasvasa bo'ladi. Chunki qorningiz, ichangiz u siz tahoratingiz bilan ishi yo'q uni. U ishlayveradi o'zi. U siz faqat tasavvuringizda bo'ladi xolos. Tahorat ketganga o'xshayveradi. Mana bundoq vasvasa bo'lgan odam nima qiladi? Hasan Basriy avvalo hadisda aytgandek, hidini yoki yelning hidini yoki aytaylik bu ovozini eshitmasa tahoratni bor deb hisoblaydi. Va Hasan Basriy aytadilarki, o'shanaqa odam vasvasani yengish uchun tahorati yo'q degan narsa uni vasvasa qilsa ham o'qiversin deydilar. Sen hozir gunohkor bo'lyapsan, u bo'lyapsan, bu bo'lyapsan desa battar bo'ldi deb turib Alloh akbar deyish kerak. Shunda vasvasa yo'qoladi deganlar.